Her qandaq o'riqlab g'alaba qila olgan kishi faqat tövəndəki 5 xil turmuş hadiga tayinibla g'alaba qilgan. Men o'zimni misolga beray do'stlar. 85 kilodan 72 kiloga tushib bo'ldim. Taxminan 3 oyga yetmagan vaqtda o'riqlab bo'ldim. 5-6 yil bo'lib qoldi, qaytib fantam bo'lib baxmadim. Bir ig'ir harakat qilgan ish yo'q, yoki ma'lum bir maqsadga tayangan ish yo'q. Faqat mushu 5 xil turmush hodiga tayandim. O'quvchilarim shu. Hech qanday ortiq maqsadga pul xarjlab baxmadi, yo bir jenshin fanlarga berib chiniqqini ko'rib baxmadim. Faqat tabiiy, nayta rahat holatda o'riqlab menyapti. Endi zehningizni hali qarqaqra setib olaman, hali yishim jo'n setib olaman, hali u ukulni uraman, hali u yerni kesiman. Uningga qaratmang. Pulingiz yanchig'ingizda qolsin. Zehningizni tejilib qoldi, nayt rahat o'riqlaysiz. Eng muhimi qaytadan fantam bo'lib ketmaysiz. Bir tal yurak berib saqlab oling ma filmni pek tafsili deb beraman. Birinchisi, o'riqlab g'alaba qilishning birinchi yadrosi ig'izni boshqarish. Harakat qilib bersamchi, siz harakat qilib sinab beqing. 5 kilometr yugurang, 10 kilometr yugurang, putingiz sunib ketkicha yugurang. Ig'irligingiz tushmamdiki, tushmamdiki. Bizningki harakatdan sirtqa sarf chiqara oladigan energiyamiz bek oz bo'ladi. Ammo ig'izdan kirish bek oson bu energiya. Azroq narsa yap qo'ysak ham birdamdilam ig'irlik eshib ketadi. Shuning cho'qim ig'izni boshqarishimiz kerak. Qaysi mahsulot, qaysi narsa o'rg'iladi. Qat'iy zehningizni isrof qilmangmi? Mushu nafsi bola yeb to'ymas og'zingizni boshqarmoqcha qat'iy o'riqlab g'alaba qila olmaysiz. Ikkinchisi, qaysi mahsulot meni o'riqlatadigan-da, nima yesam o'riqlaydiganman deb zehningizni buni isrof qilmang. Bu tabiatdagi biz yeyoladigan narsalarning hammasining bir tal roli bor. Bu bo'lsin bizga oziqlik ato qilish, bizga energiya ato qilish. Biz faqat yeyotgan yemekliklarimizni tushirib, qanchalik miqdorda, qaysi vaqtda, nechilik vaqtda bir o'rinlashtirishni bilsak ham har qanday narsani yeb o'riqlay olamiz. Mening o'quvchilarim lag'man yeydi, qo'rdoq yeydi, xo'gom yeydi, chomifim yeydi. Ammo ular qachon yeyishni o'qidi? Qanchalik miqdorda yeyishni o'qidi? Mushlan tushunib olsangizlar siz ma'noslarni odamni samati ekan yemayman, ma'noslar odamni o'riqdi ekan ma'ni yeyman. Unda ikki turga bo'linmaydi bu yeydigan narsalar. Faqat ba'zi narsalarni yesangiz siz o'zingizni to'xtata olmay, bilib-bilmay jiq yavolsiz. Uni jiq o'rinlashtirma deymiz. Ba'zi narsalarni azroq yesangiz qo'sqingiz to'yib qoladi, qo'sqingiz oshqolmaydi. Buni jiqroq o'rinlashtirgan deymiz. Shuningdek yeydigan narsalarning o'tirisiga farqni bir bilib olib, sizning hozirgi ahvolingizga qaysi mos keldi ekan, shuni tushunib olsangizlar, qo'sqingizni osh qo'ymay turib, o'zingiz yoqtiradigan narsalarni yeb turib o'riqlay olasiz. Uchinchisi, ig'izni boshqarish, tomoqni azroq yeyish degan gap bir narsa yemang deganlik emas u. Biz faqat bir kunda jami yeyotgan narsalarimizning miqdorini burunga qaraganda ozaytsak ham bo'ladi. Burun 3 vaqt tomoqni bir muncha yedingiz, uningdan sirt ig'iz qitsa, uningdan 2 tal, buningdan 2 tal, uni ichib baqdingiz, buni tetib baqdingiz, ig'iz besiqmaydi. Endi-chu 3 vaqt tomoqni yegan odam degan 3 vaqt tomoq yesa bo'ladi. Uningdan boshqa narsalarni yemagan, ichimliklarni ichmagan, choy ichgan, suv ichgan, shuning issiqlik kaloriyasi yo'q. Shu vaqt tomoqni bir tampon holatda quvvatlik o'rinlashtirgan deyapmiz. Sizni hech nim yemang, atigandim yemang, tushdim yemang, kechdim yemang, osh qiling degan gap emas. Bu ig'izni boshqaring, odamda ochlik tuyg'usi bo'lsin degan gap bir narsa yemang degan gap emas. Oqshimimi tomoq yesangiz bo'ladi, hatto kech tomoqni to'g'ri yesangizlar, siz kesat 12 birda yesangizmi, yana o'riqlab mang'alaysiz. Gap nima yeyishda, qanchalik miqdorda yeyishda. To'rtinchisi, o'riqlashda cho'qim bir izchillik bo'lish kerak. İzchillik. Bek g'ayratga tayindigan ish emas bu. Bir chidamchanlik tayindigan ish emas bu. Chunki bu bek bir test ish emas. Bu siz g'ayrat qilib, chidab, kuchugidek unda bir azoblik test ish emas bu. Siz o'zingizga ahamiyat berishingiz kerak. Diqqatingizni markazlashtirishingiz kerak. Ne jam bo'lmasingiz kerak, tashvishlanmasligingiz kerak. Bala 10 kilo o'riqlabdi, 15 kilo o'riqlabdi. Menchu. Odam bilan odamning farqi cho'pek cho'ng. Ba'zilarining shu metabolizm yaxshiroq, ba'zilarining ostroq, ba'zilariga yoshroq muskuljiq, ba'zilariga yoshinyotadi, muskul oz, qalqon seman bezda masala bor. Siz faqat o'zingiz bilan baslasangiz bo'ldi. Men oldinga qaraganda bu oyda qanchalik diqqat qila oldim. Ig'irligimda qanchalik o'zgarish bo'pti. Azroq farq bo'lganmisam, men olg'a ilgirlab mengib tutmansangiz bo'ldi. Qancha kilo o'riqlaydi, nima qarangiz? Balkim sizdan tezroq 15 kilo o'riqlab ketgani bilan, keyindan siz o'riqlab bo'lganini qarasangiz, yana qaytadan fantam bo'lib burun qaltib kelib qilishi mumkin. Haqni kuzatmang. O'zingizning qo'ydi bo'ling. 5-si, ba'zi bir nachar turmush odatlarimizni cho'qim tashlaylik. Masalan, bek mayliq tomoq yeydigan, dardamani bekchiq saldigan, bek qo'rib tomoq yeydigan, bir kun kechda o'tirib oldigan, tomoqdan kimda bir mengib bermaydi, yeb yotadigan, ketsa uxlamaydigan, atigini qo'polmaydigan, optaq qaqlanmaydigan, bunda bir midrab qanaynishlarni yosh qilib bermaydigan, bunda kayfiyatini o'zi tanishashni bilmay qaqshab o'tadigan, bunda passiv bo'lgan turmush odatlarimizni tashlaylik.
odamdek resmi aktiv energiyalik şu. Şu haqsizlik ko'rsa shunda yiqimliq bilinsangiz ajab bir energiyasi kuchli bir yiqimliq bor ekan, yiqimliq qiz ekan deb qolsa, mana mavi sizning o'riqlashingizga haqiqiy yordam tegadi. Qaqshigan sir o'riqlayolmaysiz, azoblangan sir o'riqlayolmaysiz. Uningdan samrab tomoqni jiqyap, bir xushal xuram qoyli deb pangzi deymiz-ku. Xushal bodaklardan bo'ling ha, undan keyin yana o'xshash yiqimliq turaverasiz. 5 xil turmush odati. Bek tafsiliy so'zlab berdim. Cho'qim qila olasiz. Mushu oylik yangi darsdan boshlanganga oz qoldi. Boshpatga kirsangiz Rinat degan bir xat bor. Shu yerda meni qanday qechishni bila olasiz. Billa o'riqlaydi-chu, bek ko'ngillik.